Assalomu alaykum hammaga. BYD Sciolion 07 videoni umuman cho'zmayman. Kerakli joylarni aytaman. Videoni cho'zib vaqtinglarni olgim kelmayapti. Narxini birinchi aytib o'tib ketaman. Ofitsialni olsangiz 41 ming, AVDsi bu 38 ming, chunki probeg ekan. Agar Xitoydan olib kelib beradigan bo'lsak, 36 mingga olib kelib bera olaman, xudo xolasa. Qani videoni boshladik. Diska balon R20 hamda Michelin raznashoroki perforatsiyali tormoz, amortizatorlar ham Comfort Sport elektronniy bo'ladigan bo'ladi. Tepasida lidar ofitsiallikda bo'lmaydi. Siz ancha qulayliklarni olasiz. Faralari juda ham chiroyli yonadi. Ramочный oynalar bo'ladi, bez ramочный emas, slepoy zonasi bor. 3 ta kamera shu yerda o'zida, bitta, ikkita, 3 ta kamera, lidarlari, beskulchoy dostуп. Sideniyada Abduf Abagri hamda tikilishlar ham juda chiroyli tikilgan. Mana Xo'p, tomi ochilib yopiladi, panoramasi. Mana bu yoqda Broadway oddiy ko'karadi bu faqatgina. Bu yoqda kamera hamda bu yoqda kamera, head-up display, rulda abagrefa bor, avtopilot, avtoparkovka, hamma narsasi bor. Mana bu yoqda ham zo'r fishkalar bor, mana bu ko'tariladi. Chempion bilan bir xilma konsol, беспроводной zaryadka 50 watt. Xo'p, barlarning ichi ham kattagina. Obshivka plasmas bu yog'i polniy koja, mana bu yoqlarni ham juda chiroyli qilib ishlagan. Orqa sideniyaga o'tiramiz. Mashina 81 kilovat yomkis batareyka. Mani bo'yim 1.90, oldida o'tirdim, ko'rdinglar. Endi orqada o'zing moslab o'tirdim. Orqada o'tirishim menga qulay, lekin sal boshim teyapti. Chunki mashina baribir sal mundoqroq o'tirsam tegmas ekan. Atak normalniy. Orqada Xo'p, Abduf abagreflari bor, orqa sideniyalarda ham bemalol. Xo'p, podsvetkalari bor. Mashina bagajda elektronniy ochilib yopiladi. Mashina orqadan ko'rinishi, mashina hadavo yumshoqmi desanglar agar mashina chempionlardan yumshoq, lekin Sciolion 06 bundan yumshoqroq bo'ladi. Bagajning o'zida bitta, ikkita, 3 ta. Mashina 38 ming, agar shu yerda oladigan bo'lsangiz 3 ming probegligiz, zakaz qiladigan bo'lsangiz 36 ming. Bemalol olib kelib beraman. Mashina olishga stoytmi? Ha, stoyt. Agar siz mana shunaqa kuzovdagi mashinalarni yaxshi ko'rsangiz, xohlasangiz bitta motorligi bor, u ancha arzon tushadi. Agar zakaz qilsangiz sizning qo'lingizga 31 ming tushadi, nalichidan oladigan bo'lsangiz 34 ming bo'ladi. Bu bitta motor, bu ikkita motor. Diskasidan farqi bor, ichlarida farqi bor. Orqada Abduf Abagref. Mashina 0 dan 100 gacha 4,5 sekundda chiqadi. 530 ta ot kuchi, AVD, ya'ni 4 ta balonni tortadi mashinani. Maza qilib haydaysiz. Oke, mashina yaxshi, menga yoqdi. Xanladan keyin o'tirsangiz tega ancha balon, maza qilib haydaysiz. Xanga qaraganda ancha zo'r, lekin maza qilib haydang, oling. Xo'p, mashinani agar ofitsialni oladigan bo'lsangiz 41 ming, bitta motorli где-то 36 ming chiqadi o'tda. Mana Xitoydan ozgina farq qiladi, lekin Xitoy bilan buni solishtirsangiz farq katta. O'zingizlar yana bitta video chiqazaman, ofitsialni bilan nima farqlar bor. Chunki bu o'sha restylingoy variant hisoblanadi, 81 yomkis batareyka. Xo'p, 550 km to'liq zaryadkada, ular 600 km yuradi. Bu 550 ta, chunki ikkita motor bo'ladi hamda 530 ta ot kuchi bo'ladi. 4,5 sekundda 0 dan 100 gacha chiqadi. Mashinaning sifati zo'r. Agar sizga ko'proq to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, kommentariyada yozing, keyingi videoni mana shunaqa to'liq qilib chiqazaman. Lekin hozir vaqtinglarni olgim kelmayapti, to'g'risi. O'zim ham videolar ko'rsam, shu vaqtni olmasa-da deyman. Xo'p, bu yerda bemalol rusifikatsiya qilib olsangiz bo'ladi. U muammo emas, telefonga ham ulab olsangiz bo'ladi. Hozir bu xitoycha turibdi, nastroykadan inglizchaga o'tkazib qo'yamiz. Bu yerda mashina bemalol hamma narsasini to'g'irlasangiz bo'ladi. Ochish, yopish, podsvetka, matsvetka hammasini qilsangiz bo'ladi. Bu yerda nastroyka, mana bu yoqda sidenani bossangiz Abagref, Abduf